Urganch shahrida subsidiyaga bo'lmasa naqdda dokumenti tayyor kvartira so'rab yurganlar uchun zo'r taklifimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ko'rib turgan joyingiz Urganch City bo'ladi. O'zim City'ning eng elde qatori bo'ladi. Ya'ni bu tarafimizni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa Al-Xorazmiy haykallari qo'yiladigan bo'lsa, park bo'ladi. Bu domimiz parkka qarab tushgan. Ya'ni to'g'ri chiqasdan parkka kirib, bazati bolaga aylanib yursangizlar ham bo'ladi. Eng zo'r joyi qaranglar. Bu yo'ldan ham kirib kelsangizlar bo'ladi. Ya'ni masjid tarafdagi yo'l, ko'rib turganingizdek, bu yerdan ham kirish uchun proxodlar bor. Plus City'ning o'zi aeroportning oldidagi yo'ldan ham kirib kelsangizlar bo'ladi bu domimizda. Xullas lokatsiyasi zo'r joylashgan. Quruvchiga keladigan bo'lsak, Xorazmda 35 yildan beri qurilish bilan shug'ullanadigan Bunyodkor qurilish kompaniyasining obyekti bo'ladi. 9 etajli dom. Xohlasangiz bir xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralar sotib chiqqan. O'zingiz ko'rasizlar, bahasini beraverasizlar. Bu domimizning fasad qismini ko'rib turganlaringizdek, boshqa domlarga qaraganda ajralib turadi, to'g'rimi? Fasad qismidan ham mehrni ayamonlar, bemalol kelib qurilishni sifatini ko'rib o'zingiz bahasini berasizlar. Oddiygina bir dona kamchilik 35 yillik mehnat, ya'ni stajni bir tena chiqarmasında hamma narsasini joy-joyida taxlab qo'ydi. Podez qismiga keladigan bo'lsak, shunga akkuratni chiqqan. Eshiklarga keladigan bo'lsak, eshiklari polniy parolli eshiklar bo'ladi. Ya'ni chujur odam kirib chiqa olmaydi. Eng glavnisi podez qismi bo'ladi, to'g'rimi? Podezga girasizlar, shunday yengina podez sizni kutib oladi. Bu ko'rib turganingiz birinchi etaj bo'lgani uchun bu yerda kvartiralar tushmagan. Sababi oldi qismi sotuv do'konlari uchun mo'ljallangan, to'g'rimi? Liftlar ham ustanovka qilingan, kattagina, hamma narsasi joy-joyida deyman. 35 yillik staj shuda bilinadigan. Liftlar ham bemalol 10-15 odam sig'adi. Giraverishdagi podezni ko'rdingizda, qaranglar endi. Ikkinchi etajimiz bo'ladi. Liftni ko'rdingizlar, ishlab turibdi. Bu podezga qaranglar. No girizaman desangizlar, misol bitovoy texnika bo'ladimi, yo bo'lmasa mebellariz bo'ladimi, orqaga kirib chiqaverasizlar. Bir dona mana podezning o'zida, ya'ni bir dona etajda, o'ng tarafingizda 3 dona eshik, bu yon tarafingizda yana 3 dona eshik, ya'ni 6 dona kvartira bo'ladi. Lekin hech kim bir-biridan mishat bermaydi, sababi kengina qoldirilgan. Ana endi esa eng qiziqli joyina keldik. O'zing chahonali kvartiralar bor edi deb hamma qiziqib tutdi, to'g'rimi? Xohlasangiz bir xonali, xohlasangiz 2 xonali, xohlasangiz 3 xonali kvartiralar sotuvga chiqdi. Eng qiziqli joyi kvadrat metrini 6 milliondan 6,5 milliongacha xarid qilishingiz mumkin. Etajina qarab narxi o'zgaradi. Endi esa qaranglar, xohlasangiz subsidiya, xohlasangiz naqdda ustunda tarsatib tashlab kelishib xarid qilib ketaverasizlar. Birinchi ko'radigan kvartiramiz bir xonali kvartiramiz bo'ladi. Qaranglar, planirovkasi ham zo'r. Gengina tushgan. Girasida shunday kattagina koridor sizni kutib oladi. Plus bu yerda yana 10 qo'limizda bir dona xonamiz tushgan bo'ladi. Bu xona ham qaranglar, kattagina, gengina. Xohlasangiz, misol ko'pchilik albatta men studiy formatda taxlab qo'yishim kerak desangiz, bu yerdan bemalol proxodni ochasiz, oshxonani ham qo'shib beraverasiz studiy formatda. Yo'q desangiz, yana shunday oddiy bo'linib turibdi, qaranglar. Bu yerda chiqaverishda yana o'zini sanuzeli tushgan, dumam katta emas, dumam kichkina emas va albatta bu tarafimizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonani ko'rdingizlar, eng qiziqli joyina keladigan bo'lsak, gazlari tushirilgan, ko'rdingizlar, gaz bor. Bu yerda sho'tchiklar ustanovka qilingan, sovuq suv, issiq suv hamma narsasi joyida turibdi. Plus, ko'rdingizlar, rotbond urilgan, to'g'ri shpakulovka o'rasi xohlasangiz, oboy tortasi xohlasangiz, atachenta, xullas vianini o'zingiz yana bir taxlab turib urib berasiz. Eng qiziqli joylardan biri ko'rdingizlar, elektrik ishlar ham to'liq taxlangan. Va albatta, qaranglar, stechkasini tap-takiz oyna deb bo'libdi. Stechkalar ham hamma narsasi joy-joyida. Menimcha 6 million, 6,5 milliondan shokolad narxing bo'lyapti. Subsidiya chiqarib, hazzatib olasizdan yashayverasiz. Oynalar ham ko'rib turganingizdek, polni yo'lga qaragan bu kvartiramizni. Xullas, bu ko'rib turganingiz bir xonali kvartiramiz bo'ladi. Endi esa 2 xonalini ko'rib chiqamiz. 2 xonali kvartiramizga keladigan bo'lsak, qaranglar, eshiklar ham ajoyiblar ustanovka qilingan, hammada bir xil eshik bo'ladi. Xudo xolasa izzat foydalanasizlar. Giraverishda shunday kengina koridor, ya'ni prixojniy zonasi sizni kutib oladi. Bu 2 xonali kvartiramiz bo'ladi. Bu yerda yana prixojniy mebel uchun joylari bor, to'liq elektrik ishlari qilingan, simlarni ko'rasizlar. Aytamanki 35 yillik staj bekardan bekar emas. 35 yildan beri qurilish bilan shug'ullanishni o'zi ham bo'lmaydi. Shuning uchun ishonchli qurilish kompaniyasidan sizlarga shunday kvartiralar kerak bo'lsa, bemalol kelasizlar. Ya'ni shu domimizni o'zingiz ko'rib bahasini beraverasizlar. Giraverishda bu yerda oddiy vannasi tushgan, ko'pchilik so'raydi, oddiy bo'lsa hamma narsasida vannam kengina qoldirilgan. Buni yonginasida esa
Tualet üçün addenli joylari bor. Bemalol foydalanasizlar. Stechka ishlari tap-takiz oynada yotib taxlangan bo'ladi. Plus elektrik ishlari ham yana gap tutdi. To'g'ri montajni qilasizlar, remontdan keyin zat foydalanasizlar. Keyingisi, qaranglar, bedam uchun kichkinagina joy bor. Xohlasangiz kladovkaga foydalanasiz yana. Kladovka ham bor. Neda bor bu imkoniyat? Albatta shu aytdim-ku, bunyodkor qurilishda bor. Birinchi xonamizga keladigan bo'lsak, bedam kengina qoldirilgan. To'liq rotbotlar urilib, elektrik ishlari qilingan, stechkalari qilingan. Eng zo'r joyi bor-ku, qaranglar. Beda yana отопление uchun trubalar ham tashalgan. To'g'ri kelasizdan registrni ustanovka qilasizdan, hazratib yashayverasiz. Qaytadan rotbotni döşib, yo bo'lmasa yana ham rasxod etib o'tirmaysiz. Qaranglar, 6 millionning ichida nolab o'tibdi. Bir hisob kitob etadigan bo'lsangizlar, rotbot urilgan, stechkasi tortilgan, elektrik ishlari qilingan va albatta ko'rib turganlaringizdek отопление ishlari qilingan, ko'p ishlar qilingan bedi. Shuning uchun yana arzon narxda so'radingiz ham arzon narxda chiqib turibdi. Bu xonamizda balkon tushgan bo'ladi. Balkona qaranglar, balkon ham kengina qoldirilgan. Chiqasizlar, bu tarafimiz уже yana ko'rib turganingizdek, G'oypota masjidining oldidagi yo'l bo'ladi. Yana bu yerning o'zi G'oypota masjidi bo'lgan. Yana o'zingiz ko'rasizlar. Davom sitini to'rlarida emas, eng oldinda joylashgan bo'ladi. Oldi tarafingiz esa park bo'ladi. Bundan boshqa nima imkoniyat kerak sizlarga? Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, qaranglar. Bu yerdan kelasizlar, bu yerda yana katta zal tushgan bo'ladi. Zalni ham ko'rasizlar, ikki oynasi tushgan, kengina zal. Bellar ham to'liq stechkasi, rotbotlar, elektrik ishlari, hamma narsasi joy-joyida qilingan bo'ladi. Va albatta bu kvartiramizning oshxonasi qani desangizlar, yana sizlarga oshxona. Oshxonasi ham normal, dumam kichkina emas, dumam katta emas. Bellar ham почти yarım ishi tayyor turibdi, ya'ni stechkasi, rotbotlari, elektrik ishlari va albatta eng keraklisi hozirda ko'pchilik muammo turgan gazlar ham tushirilgan. Ko'rib turganingizdek, sho'tchiklar ustanovka qilingan, issiq suv, sovuq suv sho'tchiklar ustanovka qilingan. Hamma narsasi joy-joyida. Va albatta ko'rib turganingizdek, bu tarafda oshxonamizning o'zida yana bir balkon tushgan. Yana sizlarga kerakmadi shunday azatib yashaydigan kvartira foydalanganlar, tim bo'lish subsidiya ochilgan vaqtda subsidiya xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Azatib yashaysizlar xudo xolasa. Xullas, bu ko'rib turganingiz ikki xonali kvartiramiz bo'ladi. Endi esa, ya'ni hovli joyda yashab yurib kvartira o'taman deb yurganlar uchun keng kvartira kerak-ku, to'g'rimi? 3 xonali kvartira qani desangiz, endi uni ko'rib chiqamiz. Eng qiziqli joyi bu domimizda 24/7 xudo xolasa liftlari ishlaydi. Üç xonali kvartiramizga keladigan bo'lsak, hovli joylardan hech ham qolishadigan joyi yo'q. Sababi уже 100 kvadratdan katta bo'ladi. Gravaj tushunning koridor kutib qoladi, bera prixожий mebelni ustanovka qilasizdan, hazratib foydalanaverasiz. Bu tarafimizda qaranglar, tualeti, sanuzeli, отдельный, eng keraklisi shu, to'g'rimi? Har birisi keng qoldirilgan. Doğrudaki xona o'tadigan bo'lsak, shunday kattagina xona tushgan. Berni xohlasangiz roditelskiy spalni qilib foydalansangiz bo'ladi, ya'ni ota-onalar spalnisi. Bu ham kengina tushgan, to'liq elektrik ishlari, stechkalari, bir qator rotbotlari urilib, bu yerda отоплениясini turbalari chiqib turibdi. Hazratib kelasizdan remontni qilib foydalanaverasiz. Zal qilaman desangiz, zal qilsangiz ham bo'laveradi. Lekin zal uchun maxsus o'zining xonasi bor. Kelinglar, shuni ko'rib chiqamiz. Kattagina shunday xonadan chiqasizlar, lekin bu yerni zal qiladigan bo'lsangiz, zo'r tarafga qaranglar. Mehmon eshikdan kiradi. Ibeda misol rakovinasi bo'lsa, qo'lni yuvadidan to'g'ri zalga kirib ketadi. Yo'q desangiz, bu yerda bir xonamiz bor, qaranglar. Kengina tushgan. Bu yerni xolasangiz spalni qiling, xolasangiz zal qiling. Bu yerdan to'liq ko'rib turganingizdek, yana отопленияni turbalari chiqib turibdi, polni stechkasi chiqqan, elektrik ishlari hamma narsasi tayyor turibdi. Kattagina 2 dona oyna tushgan. Shuning uchun bu yerni zal qilsangiz zo'r deb o'ylayman. Sababi 2 dona oynasi tushgan, kengina xona. Ne deydi? Yani o'zingizni planirovkaga qarab ketaveradi, xudo xolasa. Endiki navbatda aynan shu zalning yanında oshxonasi bor. Bu yerda ovqatni pishirasiz, to'g'ri zalga kirasiz. Bu kvartiramizdan hamma kvartiramizda aytib o'tganimdek gazlari tushirilgan, sho'tchik hamma narsasi tayyor turibdi. To'g'ri kelasizdan yengil bir remont qilib, azatib yashayverasiz. Oshxonaning o'zini ko'rib turganingizdek, yana shunday balkoni bor. Balkondan chiqasiz, bu yerni уже city ko'rinib turaveradi. Qaranglar. City'miz ham city bo'layotir. Bu yon tarafimiz park bo'ladi. Ya'ni Al-Xorazmiy parki bo'ladi. Chiqasizdan to'g'ri parkda bolalar bilan aylanib kelaverasiz. Bu andan muammo bo'lmaydi. Bu ko'rganingiz oshxonaning balkoni bo'ladi. Kelinglar endi keyingi xonani ko'rib chiqamiz. Keyingi xonamiz, misol, nima deydi, bizning xalq ham bir bolajon xalqku, to'g'rimi? Albatta shu detskiy spalniyadan foydalanish uchun kattagina xona qoldirilgan. Bu yerdan to'liq hamma narsasi tayyor turibdi, plus
Özünün balkonu var. Balkon ham kengina tushgan. Bu balkonumuz esa bu yerda yana G'aybat masjidining yo'luna qaraydi, ko'ringlar. Zo'r lokatsiyada tushgan, City'ning o'rtalarında va tushunarsiz yerlarida emas. Misol, neda uying jo'ralarsiz telefondan bo'lsa, ko'na G'aybat masjidining yonboshi desangiz, bu tushunarli bo'ladi. To'g'ri kirib kelaveradi. Eng zo'r joyi bu kvartiramizda tualeti, vannasi отдельно, to'g'rimi? Plus yana shunday xonasi bor. Qaranglar, kichkina xona tushgan. Xohlasangiz kladovka foydalansangiz bo'ladi. Endi har bir xo'jalikda kladovka kerak. Yo'q, kladovka kerakmi desangiz, отдельный tualet etsangiz, misol mehmonlar kelgan vaqtda yana kirib chiqaradi. Bundan muammosi bo'lmaydi. Xullas, kvartiralarni ko'rdingizlar. Bir xonalisi desangizlar 1, 2 desangizlar 2, 3 xonali desangizlar 3. Sharoitlarni ham ko'rdingizlar. Polniy rotbotdan chiqib turibdi, stechkalar tortilib turibdi. Galasizdan yengilgina remont qilib, hazzatib yashayverasiz. Aytib o'tganimni 35 yillik staj inajordagi so'llaydi. Nechun desa, sifat bo'yicha menimcha muammo yo'q. Galasizda yana o'zingiz ko'rib, bahosini baravarasiz. Podyezdlar ham kengina tushgan. Kvadratlarning narxlari ham вообще shkolat 6 million, 6,5 million zo'r narx. Sababi ichida ko'p ishlar qilingan. Misol, gaz tushgan, bir qator rotbot tortilgan, stechkasi qilingan, otopleniyasini to'g'riga uстановка qilsangiz foydalanasizlar. Elektromontajlar ham qilingan. Dokumentlari tayyor turibdi. Xohlasangiz subsidiya, xohlasangiz nalichen tashishdan xarid qilib, hazzatib kelib oilangiz bilan yashayverasiz. Aloqa uchun sotuv bo'limining nomerlarini qoldiramiz. To'g'ri qurilish kompaniyasining o'zi bilan aloqaga chiqasizlar, o'zingizga kerak ma'lumotlarni olasizlar. Shunday ajoyib kvartiralarni xarid qilib, ina shu yil sizga oilangiz bilan kelib yashash nasib etsin.